Benim ismim Maksud. Ustama ben şu milli baş giyimlerini, Harazm milli baş giyimlerini bakalımız. İşlerimiz. 45 yıl oldu şöyle işlemiz bizden. Ata-babamızın kârı bu. Yazda ısı, kışta salkın bulup yaşalar bilmekli biriydi. İndi hazır Xanpaytida suv teridən tikilganlari bor. Shularning xususiyati shu. Mana hammasidan bor, sarig'i bor, ko'ki bor, oqimtiri mana ular bor, qaralari bor. Hammasidan bor hozir. Xorazm milliy bosh kiyim shu. Mana shu bitta chukirmani tikishingizga qancha vaqt ketadi? Nimalardan qilinadi? Endi bu qo'y juni. Qo'y juni. Mana qo'yni sotib qassoblardan, nimalardan olamiz. Bunu aşlayımız bunu. Mamunaqa bo'ladi, aşlarniki yumshoq bo'ladi. Bunu bir kunda 2 tane, 3 tane tiksa bo'ladi. Bir tereden 2 ta chiqadi. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'ziga yarasha yuvas bunu bu oldin tuzlab qo'yasiz, keyin yuvib nima qilasiz? Aşlaysiz, keyin tikiladi bu. Keyin odamlarga sotish uchun chiqariladi. Maqsud aka, siz bu chug'urma tikishni kimdan o'rgangansiz? Bize Ustozlaringiz kim? atalarımız bizden, ata buğa kârımız bizlerine. Ben 4. avlatmam ben özüm. Yaşım 67 te. O zamanda oğullarım işliydi. Ularım nima qilgan, ata bunusunu kârını tutib geldi. Hammasi o'qituvchi. Ben özüm ham o'qituvchi bo'lganman bir paytlar. Xorijiy sayyohlar, ya'ni turistlar ham qiziqishadimi? Qiziqib olishadi, ha. Ko'proq qaysi chug'urmalarga talab Mana shularga. Mana naturalniy deydi buni. Bular bo'yalgan. Bular naturalnisi. Bo'yalgani hozir yaqinda chiqdi bu. Haqiqiy cho'kirma mana shu bo'ladi. Haqiqiysi. Shuni turistlar naturalniy deb oladi buni. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling.